Videoni ko'rib turgan har bitta insonga kamida mana shunaqangi xonadonlar nasib qilsin. O'rtoqlar, biz hozir Uch Qahramon postidan kirganinglarda Hoji ota mahallasiga kelganmiz. 3 sotix maydonga tushgan yangi qurilgan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Kirish darvozaxonasi o'rtoqlar, tepalari yopilgan, bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Burchakda bo'lsa tashqi hovlimiz uchun sanuzlar ishlab ketilgan. Mana bu yoqda bo'lsa ko'rayotganinglardek chiroyligina zelyoniy zonalar, uy fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Hammamizga nasib qilsin. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu tomonimizdan yerto'laga tushib ketsak bo'ladi. Bitta xonadagi yerto'la qilib ishlangan va bu yoqda bo'lsa yozgi oshxonalari. Bu yoq tomondan oshxonamizga alohida eshik berilgan. Ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Hozir sizlar bilan uy ichini ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganinglarda sizlarni mana shunaqangi kattagina hol qismi kutib oladi. Bu yoqga bemalol mebellarni joylashtirib, mehmon kutadigan zonalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, demak o'rtoqlar, qaranglar. Eshikdan kirganinglarda o'ng tomonda oshxona kutib oladi. Oshxonaga ham o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Yorqin ranglardan foydalanilgan, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Menimcha ayollarning orzusidagi oshxona. Ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Xo'p, bu yoqga kelganinglarda o'ng tomonda bo'lsa sizlarni kattagina bitta sanuzul kutib oladi. Sanuzulimiz ham kengina qilib ishlangan, mana shunaqangi ranglardan foydalanilgan. Undan keyin bo'lsa bizning birinchi qavatdagi yotoqxonamiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Xo'p, demak o'rtoqlar, bizda birinchi qavatdagi oxirgi xonamiz qolyapti. Bu yoq bo'lsa mehmonxona. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ana endi sizlar bilan yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Zinaning tagida bo'lsa kladovka ishlab ketilgan. Yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 4 ta xona sizlarni kutib oladi. Zina chiqqaninglarda o'ng tomonda birinchi bo'lib mehmonxonamiz joylashgan o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli. Hammamizga nasib qilsa, rostdan ham did bilan qilingani shundoqqina bilinib turibdi. Bu uy qurishda alohida dizaynlar ham qildirilgan. Va mana bu tomonimizda bo'lsa yotoqxona o'rtoqlar. Bu yotoqxonamizni o'zini alohida sanuzullari ham bor, ko'rib baho berib qo'yasizlar. Keyingi xonamizda bo'lsa bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Va albatta ikkinchi qavatimizdagi umumiy sanuzul. Va bizda oxirgi yotoqxonamiz o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman. Uch Qahramondan kirganinglarda Hoji ota mahallasi telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik kanali bizdan uzoqlashmanglar.